Bu yil ombudsman tashkil etilganiga 30 yil to'ldi. Ushbu muddat davomida u inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda o'z o'rniga ega bo'ldi. Bugun kun davomida biz ombudsman bilan birga yurib, uning faoliyatini yaqindan kuzatamiz. Ombudsman ish kuni aynan 23-sonli mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxonaga monitoring tashrifini amalga oshirishdan boshlandi. Xabarlarda o'qishimcha, ombudsman tavsiyasiga ko'ra, mahkumlar kasalxonasida ayollar bo'limi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bugungi tashrif maqsadi ham aynan mana shu o'zgarishlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rish bo'lsa kerak, shunday emasmi? To'g'ri, lekin biz har doim monitoringlar o'tkazganimizda faqatgina bir marta borib o'sha taklif tavsiyalarimizni berib qaytish emas, balki uni qayta monitoring qilishdan iborat va mahkumlar ham bu yerda o'rgangan o'sha muassasalarda ombudsman tez kelib xabar olishiga. Biz ular bilan doim qabul o'tkazamiz, yakkama-yakka suhbatlar o'tkazamiz. Ular bilan bevosita yoki jamoaviy suhbatlar o'tkazamizki, o'sha yerdagi fikrni bilish uchun va bevosita har doim o'sha ma'muriyatni, xodimlarni munosabati ham albatta o'rganadi. Dastlab ushbu kasalxonada ombudsman tavsiyasi bilan ochilgan ayollar bo'limi ko'zdan kechirildi. Oliy toifali shifokorlar, zamonaviy tibbiy jihozlar, dori-darmon, toza va belgilangan normaga mos xonalar, 3 mahal ovqat, kutubxona va boshqalar. Bularning barchasi bemor, mahkum va mahbuslar uchun qilingan. Qayd etish lozimki, ombudsman boshchiligida jamoatchilik guruhlari bilan birgalikda harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan muassasalarga amalga oshirilgan monitoring tashriflari ushbu yopiq muassasalardagi sharoitlarning yildan-yilga xalqaro standartlarga moslashib borishiga xizmat qilmoqda. Bu orqali parlament va jamoatchilik nazorati asosida mahkumlarning huquqlarini ta'minlashga erishilmoqda. Bu kabi monitoring tashriflari inson har qanday holatda ham insonligicha qolishini ta'minlashga xizmat qiladi. Mana hozir u yerdagi sharoitlarni kirib ko'rdingiz. Ombudsman sifatida fikrlaringiz qanday? Mana hozir o'zingiz ham kirib ko'rdingiz. Albatta juda ham odamda o'sha ifodalab bo'lmaydigan his-tuyg'u, chunki o'sha ayollarning mamnun ekanligini ko'rsangiz, juda ham xursand bo'lasiz. Qandaydir ozgina hissa qo'shgan bo'lsangiz ularni hayotini yaxshilanishiga. Ular juda ham mamnun, ko'zdan ko'rsangiz bo'ladi. Albatta bu ozodlikni quvonchini bermaydi, lekin baribir endi bilib bilmay inson ba'zan shunday yo'lga ham kiradi. Albatta bu ularga dars bo'lishi kerak. Lekin davlat qo'lidan kelgancha mana shu aynan xasta bo'lgan paytlarda yordam berishga barcha sharoitlarni tayyorlab qilib bergan. Ba'zan insonlarni shunchaki eshitish kerak, ularga ishonish, yordam ko'rsatish va huquqlarni himoya qilish darkor. Bu insonlar uchun ombudsman oddiy tashkilot emas, bu umid. Qabul soat 15:00 da, ammo muammo vaqt tanlamaydi. Shuning uchun eshiklar oldinroq ochildi. Har bir shikoyat ortida inson taqdiri turadi. Ombudsman qabuli inson dardini eshitish va adolatga yetaklovchi qadam. Fuqarolar turli muammolar bilan, ombudsman esa ularga yechim topish bo'yicha ishlaydi. Mashinaga tushib qoldim. Telefon qilib yuzidan foydalanib, nomimga to'rttadan kredit olishdi. Order masalasi bo'yicha ko'p bora murojaat qildik. Hal qilingansiz, sirazi bo'lgan narsa bizni sal oldinroq hal qilingan. Hal bo'lgan o'shanda masala. Siz borgansizlar, kimdir borgansiz, gaplashilgan. Ish ko'rinmaydi deb menga mana o'sha bolalarga konsultatsiya beradi, ariza yozishga, muddatini tiklash bo'yicha va undan keyin tiklab ma'lumotni. Mana ko'ryapmizki, murojaatchilar hali ham kelishda davom etyapti. Ularning ham murojaatlari ko'rib chiqiladimi? Albatta ko'rib chiqiladi. Hozir xalqaro uchrashuv bor uchun hozir shunga shoshayotgan edim. Lekin har kuni bu yerda qabul bor.
Har kuni qabul bor. Ular bilan bevosita ombudsman kotibiyati xodimlari, bo'lim boshliqlari, o'rinbosar hammamiz birgalikda ularni qabul qilamiz. Hududlarda esa mintaqaviy vakillarimiz bor. Eng qulayi bu sayt orqali murojaatlarimiz bor, elektron tarzda olamiz va shuningdek, fuqarolarimizga aynan qulay bo'lishi uchun biz ombudsman.uz mobil ilovasini ham ishlab chiqqanmiz. Ya'ni shu ilovaga muvofiq ombudsmanga 24/7 murojaat qilish imkoniyatiga ega. Inson huquqlari bu mahalliy masala emas, bu umum insoniy qadriyat. Ombudsman esa shu muloqotning bir qismidir. Inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlik, samarali tajriba almashuv va dolzarb yechimlarni ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi. Bugun ombudsman Niderlandiya qirolligi elchilari bilan uchrashib, hamkorlik yo'nalishlarini kelishib oldi. Keyingi rejalar qanaqa? Mana hozir uchrashuv o'tkazib bo'ldik. O'zi har doim biza qabuldan keyin Zoom orqali o'zimiz mintaqaviy vakillar bilan uchrashib gaplashib olamiz, chunki har xil viloyatlardan ham ba'zan murojaatlar bo'ladi. Mana shu murojaatlarni ko'rib chiqish bo'yicha masalasida joyiga chiqib o'rganish kerakdir, balkim idoralar ishchi guruh tuzish kerakdir. Mana shu masalalarni gaplashib, ularga yo'nalishlar beriladi va ko'rsatmalar olishadi. Mintaqaviy vakillarini hamma xalqni o'sha odamlar taniydi, fuqarolarimiz biladi. Qanchasiga foydalari tegyapti, qanchasi bilan bevosita har kuni uchrashyapsiz, joyiga chiqib o'rganyapsizlar. Har bir murojaat javob va chorani talab qiladi. Ta'sir choralari fuqaroning huquqi tiklanishiga olib keluvchi amaliy hujjatdir. Ombudsman fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklashda tegishli davlat organlari va tashkilotlariga ogohlantirish, taqdimnoma, iltimosnoma va talabnoma ta'sir choralarini kiritishi mumkin. Bu yil birinchi chorakda iqtisodiy huquqlar sohasida ko'proq murojaatlar kelgan 26.6%. Qonun hayotdan ortda qolmasligi kerak. Shuning uchun ombudsman takliflar beradi. Bu fuqarolar murojaatlarida ko'tarilgan muammolarga qonunchilik orqali yechim taklif etish va huquqiy bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi. O'rganayotganidek, nogironligi bor fuqarolarni ishga ta'minlanish masalasi bo'yicha ham bir o'ylab ko'rish kerak. Qonun hujjatlarini ko'tarib bir takliflar tayyorlasa yaxshi bo'ladi. Keyin esingizdan chiqmasa, onalik va bolalikni muhofaza qilish to'g'risida xalqaro konvensiya bor. O'sha bo'yicha ham ishchi guruhning ishlarini tezlashtirishimiz kerak. Chunki u bo'yicha ham alohida taklif tavsiyalar tayyorlashimiz kerak. Kun tugadi, ammo inson huquqlari himoyasi uzluksiz jarayon. Bugun nimalar qilindi, nima o'rganildi, ertaga qanday rejalar bor? Inson huquqlari himoyasi bu har kuni qayta boshlanadigan yo'l. Guvoh bo'lganingizdek, ombudsmanning mavjudligi nihoyatda muhim. Chunki kimdir gapirmasa, u gapiradi. Kimdir sukutda qolsa, u eshitadi. Kimgadir yordam kerak bo'lsa, u qo'l uzatadi. Chunki haqiqat sukutda yo'qolmasligi kerak.